ikkinchisi tarafı yondim. Uxlab yotibdi. Bir gördüm yüzleri. Nar dedim ben. Labında nar dedim ben. Salom, yaxshimisiz? Labında nar dedim ben. Yaxshi dam olib turdingizmi? Rahmat, yaxshi. Xumor dedim ben. Bir gördüm ah yüzleri. To'yga nechi pul? To'ygami? Qayerga? Qayergaligiga qarab narxi o'zgaradi. Toshkent Zarhaliga qimmat bo'lmaydi. Chunki Toshkent yaqin yonimda. Toshkentdaman-ku hozir. Xo'p, nechi pul birrov dejur? Dejur bormayman. Men birrov borishim mumkin. Birrovga. Toshkent, Namangan. Nima deganim? Birrov nechi pul? 4 ta qo'shiqmi sizdayam? Yo'q, aytaveraman. Muxlislar bo'ldi deguncha aytaman. Endi birrovga 4 tadan ko'p kirishi mumkin. 30 ta ham bo'lmaydi lekin. Shunaqa. Voy, xo'p, narxini ayting.
Kami $100 borsa bo'ladi. 100-200 dollar. Yoki admin nomer bering. Qachonga? $200 borib bera olaman. $100 xarajatlar bo'lsa $100 menga qoladi. Xarajatlar ham $200 bo'lar ekan $100 bilan. $200 bo'lar ekan. 200 Toshkentga. Birrovga bo'lsa. Anar dedimman, umar dedimman, bir ko'rdim oq yuzlari, umar dedimman, umar dedimman. Chunki ich qoralab ko'pda mana kulyapti. Yonib ketyapti-da. Osmondan tashavvur qilsang. Misol $100 meni salonlarim kiyimimga ketsa, $100 yaqin $50 yonimdagi adminlarga ketadi. Qangi $50 qolsa qoladi. Yaqin bo'lganiga borib berishim mumkin. Bekorman. Bekor bo'lsam. Band bo'lsam shu kuni agari yo'q. Shunaqa. Men o'zimga zarar qilib chiqmayman. Bunaqa положениеda emasman. To'g'ri kelsa chiqaman. Xafa bo'lmang, $300. Xafa bo'lmayman. $300 VIP marakantnimi, xohlasangiz yulduznimi chaqiravering. Nima qilasiz menga yozib? Men narxim shunaqa. Unga bunaqa yozish kerak emas. To'g'ri kelmayapti deb yo'q deyish kerak bo'ldi. Pulim yetmayapti deyish kerak. Всё. Puli to'g'ri keladigan chaqiradi o'zi. Shuning uchun admin yaxshi-da. Men gaplashib o'tirmayman. Zvezdami deydi. Eng arzoni bu. Men salonimni o'zi $100 bo'ladi. Borib kelishlarim bilan. Kiyim olamanmi? U ham ko'ylagim, taksim $50 bo'lsa, admin oladi $50 ga yaqin. $200 уже bizga yetmasligi ham uzoq. Men $200 borib beraman Toshkentga. Rasxod katta-da. To'g'ri kelmasa, men VIP marakandan tekinga chiqmaydi-ku. $300 ga chiqmasa kerak, 3000 bo'lsa kerak u. Adashyapsiz. 3000 bo'lsa kerak. Siz bitta nolni tushirib qoldirdingiz menimcha. Men ishga olmaysizmi? Bitta admin kerak. Siz ham xonandamanda. To'g'risini aytsak, nima unaqa qilib? Men tekinga chiqmayman-ku. Siz uchun men salonga boraman. Bolamni enaga topib tashiyman, enagaga pul beraman. Kuyni olaman, uxot qildiraman sochimga. Meni vaqtim, sog'ligim ketyapti, umrimni bir daqiqalari ketyapti. Men taksi topaman. Arzon $200 o'zi Toshkentga. Shodda ekan, mayli desam gapni. Chaqirish niyati yo'q, yerga urish maqsad. Qadrimga yetadigan odam bo'lsa boraman. Keyin admin topaman, adminga beraman, meni videoga oladi u. Menga qoladimi? Shunday arzon ekan, arzon. Boshiga endi chiqqunimcha deyapman. Chaqirish niyati yo'q, o'zi shunaqa anaqa qilyapti, prosta qiziqyapti-da narxni bilish uchun. Hali vaqti kelsa shu pulga chiqarsam bo'lar ekan deb aytasan inshaalloh. Siz hali ham arzon aytibsiz. Menga hech narsa qolmasa ham kerak. Qolsa $50 qolar.
qolmasayam mayli endi to'yga borib kelaman-ku deb anaqa qilyapman. Mayli deb hisoblab etsam, man $300 Marokand qimirlamaydi $300 ga. Yonidagi qizga $300 bersa kerak. Boshqa uchun ishlarkansiz. Endi hozir boshida shunaqa qilaman, chunki man to'ylarni yaxshi ko'raman. Ko'ryapsiz, $200 ga sakrab yotibdi. Anaqani olib keling, $300 ga. Nyushani olib keling, Nyusha. Nyushani bilasizmi? Qanaqa qo'shiqlari bor edi? Keladimikan? Nyusha bor-ku. Nega shularga yozmayapsiz? Shularga yozing. Men o'zi muxlislarim bor, qadriga yetadigan. Man oddiy hech kim tanimagan $500 kelyapti. Oddiy hech kim tanimagan. Bilmasam endi har kimning rasxoti bor. Men tekinga ham chiqaman dedim. Mana bugun Qarshiga ketishim kerak edi. To'y ko'p. Prosta men tekinga borsam, men o'zimga zarar ekan. Men tekinga bormayman, chunki o'zimga zarar qiladigan sostoyaniyada emasman. Chunki meni salonim bor, uni hali puli yo'q. Men kiyim olaman, bolamni enagiga tashiyman, qarab turadigan odamga taksi eng qimmat, unga men cho'nchagimdan zarar qilib bora olmayman ekan, unaqa qilmayman. Lutch uyda o'tirib plan qilganim, yo uyda o'tirganim yaxshi. Qachon o'zi pulga chaqiradigan odamlar chiqadi? Chiqadi tez, уже so'rab yotishibdi-yu. To'g'ri gapingiz. Men nima qilaman shuncha rasxot? Uni puli qaytadimi yo'qmi? Men to'yda yursam bo'ldi deganda men zarar qila olmas ekanman. Yo'q, menda unaqa hozir yo'l kerak yo'q. Salonimga yo'q. Oldindan bron qilib qo'ysa, misol yarmini to'lab qo'ysa, xatyabi meni borib kelishim, salonimmi, yonimdagi adminni puli, uni qornini to'ydirish puli, mashinani, taksini puli chiqsa, shuni to'lasa xatyabi men borib kelsam bo'ladi. Qolganini yarmini borganda beradi-ku. Men nima qilaman zararga ishlab, to'g'rimi? Tushunadigan odamlar bor o'zi. Men xuddi shunday borib tekinga borib kelaman, tepa. Taksimdan ham o'zimdan ham ishlatay-a. O'tiring. Boshqa ilojim ham yo'q. O'zim ham bir ikkisim chiqsa, u klipga qo'shiqqa tiqib yuboraman. Boshqa narsaga ko'nglim tortmayapti, nima qilay? Mana ijarada turamiz. Mana onam uy qilmasang telefon qilmay kelma deb o'chirib qo'yapti-ku telefonni. Mana mendan voz ketishyapti. Uying yo'q, boshqa deb topganingda uy olishga ishlatmayapsan deb. Men topganim uy olishga yetmaydi. Men uy oladigan ishda ishlamayapman hozir. Ko'nglim tortmayapti-da, nima qilay? Pul tushsa ijodimga ishlatkim keladi. Bilaman, men shuni orqasidan nimadirlar olishimni bilaman keyin. Yo'q. Ko'ngil sezadi o'zi. Ko'ngil sezadi-ku. Marokand $300 ga chaqiraman deydi. $300 ga chiqadim. Men oddiy bittani Bobur Mansurovlarmi, shu bolalar bor-ku, telefon qilsam $6000 deyapti-ku. Klipimgami, Reelsga yarim soat tushib keting, 20 minut tursam $6000, $3000 deyapti-yu. Qanday $300 ga Marokand keladi?